ustalarga osonlashdi. Endi 5 ta 10 ta odam bitta o'l hashar qilishlar davri o'tdi. Vodiy ikkinchi Xitoy. Ko'ryapsizlarmi, nimalar yasab qo'yapti. Ya'ni mini kran bo'ladi. Ko'taring aka. Qaranglar ishlashini. Tepaga g'ish olasizmi, loy olasizmi, umuman ishingizni yengillatib beradi. Ya'ni ikkinchi etajgacha bemalol ko'tarib beradigandan bo'ladi. Bu mini kran Xitoyda buni narxi kamida $2000 turadi. Bu akalarimiz xalqni o'ylagan holatda atigi 8 million so'mga tayyorlab yetkazib beryapti ekan. Kalaskasi bilan oladigan bo'lsalar 9 million so'm, 5 kalaska 8 million so'mga bo'lar ekan. Motoriga 1 tonna yozgan ekan, siz 500 kilo yuk ko'tarishingizga bemalol garantiya berar ekan. Kimga mana shunday mini kranlar kerak bo'lsa, ekran pastida nomerlar bo'ladi, bemalol bog'lansalar bo'ladi. Endi 20 ta 30 ta odam hashar qilishlar davri o'tdi. Ikkita odam bemalol boshqarsalar bo'ladi. Xavfsizliklar juda ham qulay ishlangan. Ko'ryapsizlarmi? Bemalol mana bitta pult yordamida ko'tarasiz, hamda bemalol mana bunday tushirsangiz bo'ladi. 500 kilogacha bemalol ko'taraverasiz. Bu bemalol mana ko'rib tursalaring. Qoldi, bosib qo'ydimmi? Mana qo'ydim. O'zgarib yo'qmidi? Buraveradi. 360 gradusga buraveradi. Mana ham ko'tarasiz, ham tushirasiz 360 gradusga bemalol burilaveradi. Bemalol qiynalmasdan ikkita odam ishlatsa bo'laveradi. Kimga shunaqangi kranlar kerak bo'lsa, ekran pastida nomerlar bo'ladi, bemalol bog'lanaverasiz. Bizda kanalda nomini aytsalar yana skidkalar oz-moz qilib berishar ekan.